2026 Chevrolet Damas modeli yangilangan ko'rinish va zamonaviy texnik yechimlar bilan taqdim etilmoqda. Ushbu avtomobil asosan oilaviy va tijoriy maqsadlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ixcham o'lchamlari va keng saloni bilan ajralib turadi. 2026 yilgi talqinda tashqi dizayn biroz o'zgartirilib, old bamper, radiator panjarasi va farlar yanada zamonaviy shaklga keltirilgan. Yangi LED kunduzgi chiroqlar avtomobilga jozibador ko'rinish beradi va yo'lda xavfsizlikni oshiradi. Kuzovning aerodinamik shakli yoqilg'i tejamkorligini yaxshilashga xizmat qiladi. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Damas ishonchli va tejamkor dvigatel bilan jihozlangan. Unda oq butun 8 litrli 3 silindrli benzinli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, taxminan 38 ot kuchi ishlab chiqaradi. Ushbu dvigatel 5 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi. Yoqilg'i sarfi o'rtacha 100 km ga 6 litr atrofida bo'lib, bu uni shahar sharoitida juda iqtisodiy variantga aylantiradi. Yengil vazni tufayli avtomobil tez harakatlanadi va tor ko'chalarda boshqarish oson. Salon qismi ham sezilarli darajada yangilangan. Ichki makonda sifatli plastik materiallar, qulay o'rindiqlar va keng joy taklif etiladi. 7 o'rindiqli konfiguratsiya katta oila yoki kichik biznes uchun juda mos keladi. Orqa o'rindiqlar buklanishi mumkin, bu esa yukxona hajmini kengaytiradi. Old panelda zamonaviy raqamli displey, multimedia tizimi, Bluetooth ulanish va USBportlar mavjud. Konditsioner tizimi esa issiq kunlarda salonda qulay muhit yaratadi. Xavfsizlik masalasida ham 2026 Chevrolet Damas yaxshilanishlarga ega. Avtomobilda kuchaytirilgan kuzov konstruksiyasi, xavfsizlik kamarlarining takomillashtirilgan tizimi va old diskli tormozlar mavjud. Ba'zi komplektatsiyalarda ABS tizimi ham taklif etilishi kutilmoqda. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar uchun yanada ishonchli harakatni ta'minlaydi. Rul boshqaruvi yengil va aniq bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Yangi model nafaqat yo'lovchi tashish, balki kichik yuk tashish uchun ham